Assalomu alaykum do'stlar. Bizlar o'zimni yonimdagi akam, ustozim zapravka sohasida bir necha yildan buyon ishlab kelayotgan professional shu sohaning egasi Dalil aka bilan hozir tanishamiz. Dalil aka, Assalomu alaykum. assalomu alaykum. Tanishmisiz? Yaxshimisiz? Rahmat, Charchamasdan rahmat. yuribsizmi? Rahmat. O'zingizni obunachilarimizga bir tanishtiring. Men shu zapravkaning asoschisi Dalil To'rayev bo'laman. Bizlar shu sohada 10 yildan beri ishlab kelyapmiz. Mana shu akamiz bizlarga pastdan yordam beradi birja tomonidan. Birja asosida pulni olib berib, mahsulotlarini eng arzon narxda hammasini qilib, bizlarning eftibozini olib kelib, shu xizmat ko'rsatamiz, xalqqa xizmat ko'rsatamiz. Dalil akam bir necha yildan buyon, 10 yildan buyon bizlar tanish bizlar. Ha. Birjaga shunda kirib kelishimda bu kishi bilan tanishgan bizlar va o'shandan buyon xizmatlarni qilib, brokerlik xizmatlarini qilib kelyapmiz. Shu paytgacha 10 yil mobaynida bizlar shu darajada yaqinlashdikki, bizlar aka-ukadek, ustoz shogirdek bo'lib qoldik. Bu kishi bizlarga ancha narsani o'rgatdi, biznes sohasida, tadbirkorlik sohasida va parallel ravishda biz ham bu kishiga o'zimizni xizmatimizni oqilona, odilona va eng yaxshi narxlarda aytilgan paytda mahsulotlarni har doim olib berganmiz. Agar sizlarda ham do'stlar mana shunaqa brokerlik sohasida xizmatlar kerak bo'lsa, quyidagi raqamlar orqali aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi yoki direktdan o'zimga to'g'ridan to'g'ri yozsalaringiz bo'ladi. Xizmat qilishdan bag'oyatda xursand bo'lardik.